$89.900 3 xona, 4 xona qilingan Yevro remont hamma mebel texnikasi bilan sotilayotgan uyimizni ko'rsatamiz, qani ketdik. Asosiy zal mehmonxona qismini ko'rdinglar, televizorning zona, kirush prixoshkamiz, bu yoqda bolajonlar yotoqxonasiga ko'zinglar tushadi. Uyimiz Chilonzor 11-kvartalda joylashgan. Bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin, o'zini televizorlariga ega. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan bu fayzli xonadonimiz 5 qavatli domni 4-qavatida joylashgan. Shundoqqina yo'l yuzida Chilonzor metroga 5 daqiqalik yo'l. Umumiy maydoni 65 kvadrat metrdan iborat. Bu yoqda o'zini alohida joylashgan sanuzel qismlarini ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Sovg'asiga mana bu ajoyib kir mashinasi qo'shib beriladi. Choy ichib o'tish uchun so'zsiz shart-sharoitlarni ko'rdinglar, o'zini konditsionerlariga ega. Bu 4-xonani bolalar xonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. 1,5 ga 3 o'lchamli balkonimizdan unumli foydalanib oshxona qismi qilib qo'yilgan. Oshxonadagi barcha mebel texnikalar dit bilan joy-joyiga joylashtirilgan. Uyimiz dit va sifat bilan noldan remont qilingan. Xonadonimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun opisiyaniyada telefon raqam qoldirdim.